Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: Innalloha ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha. Alloh taolo bir qancha amallarni farz qildi. Fala tudayyi'uha. Ularni zoyi qilmanglar dedilar payg'ambar alayhisalom. Va hadda hududan fala ta'taduha. Had chegaralarni belgilab berdi Alloh taolo. Ana shu chegaradan o'tib ketmanglar. Va harrama ashya'a fala tantahikuha. Va Alloh taolo ba'zi narsalarni harom qildi, ularga yaqinlashmanglar. Va sakata an ashya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhasu anha. Ba'zi narsalarning hukmi haqida unutmagan holatda sizlarga rahim qilib Alloh sukut qildi. Ba'zi hukmlarni aytmadi. Alloh unutgani yo'q, balki bizga rahmat bo'lishi uchun Alloh taolo aytmadi. Fala tabhasu anha. Ular ustida bahs munozara qilmanglar deya payg'ambar alayhisalom marhamat qildilar.